Isroilni 8200 degan uniti bor. Ular yosh yigitlarni ishga olishadi. 18-21 yosh orasidagi o'ta kuchli bo'lgan yosh yigitlar. Chunki ular yoshligidan o'sha imtihon qilinadi, bosh bo'ladimi, muskul bo'ladimi deb topiladi. Ana o'sha bo'linma Erondagi o'sha atomik bombani bilmadim nechinchi 2000 nechinchidir yil portlatishgan. Kiberhujum orqali. Ya'ni u atom bombasi yaratilishi mumkin bo'lgan, hali boyitilgan uranni yo'q qilishganda. Ha, shunaqa. Stuxnet degan virusni yasab turdi. Ana o'sha yosh razvedka bo'limi haqiqatda qattiq investitsiya kiritib, ana o'sha AI ustida anchadan beri ishlashyapti. Sun'iy intellekt bo'yicha ham, kiberxavfsizlik bo'yicha ham. Sun'iy intellektda boya siz aytgandek, axloq yo'q, achinmaydi, men odam o'ldirib yuboryapman yoki yosh chaqaloqlarni o'ldirib yuboryapman deb. Shuni hisobiga ham Isroilga bu yon bosishi mumkin. Chunki biz eshitamiz o'sha ularning askarlari sal shikoyat qilishadi, ya'ni o'zini o'zi osib o'ldirayotgan askarlarni ko'p eshitamiz, o'sha yosh chaqaloqlarni o'ldiryapmiz biz deb. AIda u narsa yo'q. AI aytgan ishingizni qiladi. Unda boya aytdik, kecha o'tgan safar aytdik, ot bu. Shu vazifani programmani qo'yib qo'yasiz, o'sha prolog Yaxshilik yo'lida ham, yomonlik yo'lida ham bir xil senga xizmat qilaveradi. xuddi shunaqa. Ot kabi.